Dilmurod aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, keling. Keldim men yana. Bu filtrlaringdan oldim. Zur, gap yo'q, o'zini o'zi oqlayapti. Lekin hozir zamon talabi boshqacha bo'lgan. Domlarning tagiga odamlarga qulaylik yaratish kerak ekan. Trenddagi vendinglaring ana shu ekan. Xudo xolasa bittasini bir olish niyatim bor, bir maslahatingni ber qala, nima deysan sen? Vendingni zo'ri bor aka. Bilaman, talab kuchaydi. Ana bu modelni tavsiya qilaman. Buni narxini aytishimdan oldin bitta narsa tushuntirib o'tsam. Qarang endi. Bu ön etapda tozalab beradi, tanga qabul qiladi, pul qabul qiladi, 5 talikdan 20 talikgacha baklashga sig'adi. Ichiga o'tadigan bo'lsak, ana ichiga 600 gallondan ikkita membrana turibdi. 120-180 litrgacha bemalol filtrlab beradi. Mayda nasozi bor, ko'miri bor, toshi bor, ultrafiolet bak, hamma yog'i cho'tki, minerali bor. Dilmurodjon, asosiysi titini ichib bu. Bu endi siz begona emassiz aka. $2300 bilan isrof qilib beraman sizga. Ha, 2300 titini sanasak qancha o'zini oqlaydi bu? Endi baribir biznes-ku bu. Endi lokatsiya zo'r bo'ladigan bo'lsa, gavjum joy bo'ladigan bo'lsa, 8 oy, 1 yil deganda xudo xolasa o'zini oqlaydi aka. Keyingi foyda o'zniki bo'ladi. Bunga faqatgina qiladigan rasxodingiz 1 oyda 25 ming so'm turadigan oq bumaj filtri bor. Uni almashtirib turasiz. Suvizda xarajati, to'kizi xarajati. Bo'ldi. Kuniga sizga keling 100 ming, 150 ming tushgan taqdirda ham qoplaydi aka. Bo'ldi. Osonga qo'yinglar. Kimga doimiy daromad keltiradigan apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, tez aloqaga.